maklerlar 190 ming naqd beramiz deyishibdi. Egalar telefon qilishyapti, tanishgan egalar telefon qilishyapti, doniki deyapti. Va shu arzonga bera olasizlar. Hatto 220 ming, 225 mingga sotsa bo'ladi deb. Men mana o'shancha ketyapman. Sizlarga obyekt polniy syomka qilib ko'rsatiraman. O'zinglar bahoylarni tashlab ketasizlar. 8,5 sotuvlik hovlini 220 mingga baraka qiluvdik. Bugun bizda 12 sotuvlik hovli 200 ming dollarga срочный berib oladigan bo'lyapti. Ichlari polniy ta'mirdan chiqqan, tupikoviy ko'chada joylashgan. Bosh og'rib, mashina umuman ko'chalarga polniy arsilik qilib, takoy landshaftli qilib qo'ygan ekan. Hozir ishlarni ko'ramiz. Uyga kirganimizda ko'ryapsizlar, bemalol oyoq kiyimlarni qo'yadigan joy qilib qo'yishgan. Katta hol, рабочий место, mashalloh. 12 sotuvlik hovli. Uyga tegi polniy podval ekan, patologi mashina razmer remont qilinmagan, 6 ta xonasi, oshxona bilan 7 xona bo'lyapti. Oshxonani qarang. 5 ga 5 zalizdan katta ekan. Hamma mana shu mebel texnikalari bilan срочный sotilar ekan, yana cho'qli polga qilingan. Hamma yerda cho'qli pol qilingan. Bu endi katta hol, рабочий место bemalol o'tirasizlar. Bu yoqda mana mehmonlar kutib olishga yana bitta malый zал. Bemalol kengligini ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Hammangizga mana shunaqa chiroyli nasib qilsin deb bitta like zamin yoki. Xudo xolasa men sizga doda uylarni yana ko'rsatishda davom etaman. Bu yoqda mana spalniy komnata, o'zini garderob xonasi bor, uni kelib ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu yoq remontlarni qarang. Cho'qli pol qilingan, polniy ro'z, shapaloqlar bo'lsin. Bu yoqda yana bitta spalniy. Bu yoqda yana bitta spalniy, hozir yana bitta xonasi bor, to'g'rida sanusi, uni kelib ko'rasizlar, remont chotki. Bitta nosi bor, mana shu tepada ham xona ozgina remont talab ekan. Okey. Bunaqa narxga umuman topolmaysizlar. Bu ham yana bitta zal bo'lyapti. O'shanda uyga tegi polniy podval. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Patologlar baland. O'slar mana hovliga kirganimizda bizani mana shunaqa katta prostransiyani kutib oladi. To'g'ri, fasadlarni qiladi. 4 ta bir traversinga murojaat qilsanglar, sizlarga fasadini arzonga cho'tki qilib, toshli fasadlardan qo'yib berishadi. Okalarim, ularni ham atmetga qilib qo'yaman. Endi uy 2 ta uровень qurilgan ekan. Podvalini patologi baland, polniy remontdan chiqqan tepalari o'rtada joylashgan, orqasida ham yana joyi bor ekan. Yonida yana to'rsuv yeri bor ekan. Qaranglar kengligini, hammaga mana shunaqa chiroyli hovli nasib qilsin. Okalar, 12 sotuvlik hovlini 200 ming dollarga baraka qilib yuborishyapti. Nastroy uchun mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Orqaga o'tganimizda orqada bizda mana bunaqa joy turibdi mana. Hovlini orqasi, manzil, Nazarbey bu suvda joylashgan. Hurmatli obunachilar, ko'chalar polniy asfalt qilingan, suv, svet, gaz, hamma narsa bor. Abu Sahiga 2 kilometrlik masofa. Yana bitta narsani aytaman, sizlarda yana sharoit bor. Pastda har bitta xonaning tagida yana shunday katta xonalari bor. Общий 10, 11, 12 xonali qilishga sharoitinglar bor. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolisa ertadan boshlab sizlarga shkat narsalarni ko'rsatishda davom etamiz.